Assalomu alaykum. Ayni damda biz poytaxtimizdagi Humo aeroportidamiz. Bu yerda o'zgacha muhit, o'zbek shaxmatining yangi qahramoni Javohir Sindorovni kutib olish uchun katta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Biraz yaxshimisiz? Orqa yurmasa. Timurbek naslidan shahzodadir xo'p. Nigohini tojdan olmas javohir. Bu dunyoda yaltir-yultir toshlar ko'p. Eng toza, eng noyob olmos javohir. Oltin avlod ichragan qiragan ganj, har yurish ortida necha zahmat, ranj. Qaltis o'yini bu ko'hna shotranj. Otga qamchi bosar, tolmas javohir. Pishnab bir-biridan o'zar raqiblar. Uchi eng oldinda to'sar raqiblar. Tuzoq qurib yo'lin to'sar raqiblar. Chalg'imas, yo'lidan qolmas javohir. Ortda tog'day turar donishmand shohi. Har sipoh xonini bilgich ogohi. Qo'llari yurt safari, davlat panohi, e'zoz bu ardoqdan bor. Mast javohir. Uning faqat xursand qilib yurishdan yana bir marta tabriklayman, g'ururlanaman. Rahmat. Orqaga. Orqaga. Yana. Bu yoqqa.
orqaga o'tib turinglar, orqaga o'tinglar, iltimos. Orqaroq o'tinglar, iltimos. kutib olish marosimida qatnashyapmiz. Albatta, avvalo ruxsatinglar bilan Javohirni FIDE Jahon Kubogidagi g'alabasidan so'ng tariximizda ilk bor FIDEni nomzodlar turnirida ham zafar quchgani bilan tabriklashga ruxsat bergaysizlar. O'zbekiston son shuhratini xalqaro miqyosda yuksaltirishga qo'shgan ulkan shaxsiy hissasi, mamlakatimizda shaxmatni keng ommalashtirish, ayniqsa yoshlar o'rtasida ushbu sport turini targ'ib etish, navqiron avlod qalbiga milliy g'urur, vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish borasidagi katta xizmatlari, shuningdek Kibrda o'tkazilgan Xalqaro shaxmat federatsiyasi nomzodlar turnirida o'zining yuksak intellektual salohiyati va professional mahoratini yaqqol namoyon etib, dunyoning eng kuchli grossmeysterlari orasida rekord natijalar ko'rsatgan va muddatidan oldin g'oliblikni qo'lga kiritgani uchun shaxmat bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Sindarov Javohir Sanjarbekovich mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev men o'sha duolardan ko'rdimki, Javohir o'zbek xalqining har bir oilasining farzandi ekan. Hammasi duo qilishdi. Javohirni mana shu bilan chin ko'nglimdan tabriklayman. Bolajonimni oltin boshi omon bo'lsin. Ilohim prezidentimizga bergan va'dasini ustidan chiqib, o'sha noyabrda oxiri dekabrda bo'ladigan Hindistondan o'sha Mukesh Damarajodan tojni olib, mana shu O'zbekistonga kelib, bizda aytgandek, bir yil Nodir akasi, bir yil o'zi, bir yil yana Nodir akasi, Shamsiddin akasi birgalashib 15 yil toshni Javohirimni duogo'ylari, muxlislari sizlarga boshimga kelguncha ta'zim qilaman. Mana shu muvaffaqiyatni biz kutgan edik, biz ishongan edik. Chunki hozirgina navaramga aytib o'tdi, o'sha Hindistondan kelib, o'sha paytda muhtaram prezidentimizga bergan va'dasi albatta tojni olib kelaman degan va'dasini ustidan chiqdi. Hozirgi mana kutib olishlar, 2 martalab kutib olishlar, prezidentimizni 2 martalab navaramni tabriklash, buni so'z bilan ta'rif qilib bo'lmaydi. Men hurmatli prezidentimga, hukumatimiz rahbarlariga, bosh vazirimizga, sport vaziriga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Yaqindan bitta oiladek ishlab, shu bolani shu darajaga yetkazdik. Ilohim yurtimizda chempionlari ko'p bo'lsin. Avvalambor barcha shu aniq olishga chiqqan insonlarga hammaga o'zimdan assalomu alaykum va chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Katta rahmat, mana shunday turlarimizni shunday osmon darajada ko'rsatib, bizlarni boshimizni osmonga yetkazganingiz uchun. Musobaqa qiyin kechdi, lekin albatta shu musobaqaga tayyorgarlik o'zini eng katta rolini o'ynadi. Shu tayyorgarlik qilishimizda hurmatli prezidentimizni bizga bo'lgan ishonchi,
bizga yaratilgan shart-sharoitni hamda ushbu musobaqaga biza yosh shaxmatchilar hech qanday qiyinchiliksiz tayyorgarlik ko'rib kelishimiz uchun barcha sharoit yaratib berilgani nima desa bo'ladi, shaxmatchini hech nimani o'ylamasdan 100% musobaqaga o'zini tikishiga katta imkon beradi va bu narsa menga to'g'risida ham katta yordam berdi. Hurmatli prezidentimiz hattoki musobaqa payti ham qo'llab-quvvatlab o'z hurmatini sezib turdim. Sababi Hindistondan keyin yutib kelgandan keyin hurmatli prezidentimiz ta'riflaganda aytgandilar, xudo xohlasa Jahon tojini ham olib kelasan, men senga o'zimni omadlarimni tilayman deb aytgandilar. O'shanda shuni his qilib turdim, his qilib o'ynadim hammasini va oxirigacha bu narsa his qilib turdim. Hamda g'alaba qozonganimdan so'ng qo'ng'iroqni kutmagandim, qandaydir juda hayajonlanib ketdi. To'g'risini aytsam, men uchun bu boshim oson bo'ldi. Sababi hurmatli prezidentimiz yurtimizda hamma sportda har qanday g'alaba bo'lishidan qat'iy nazar o'zlari shaxsan qo'llab-quvvatlab, o'zlari bu narsani ustun tepasida turishi sportchi uchun bir alohida qanaqadir bo'lmasa bo'ladi, ishonch beradi deb o'ylayman. Albatta bu yutuqlarimiz hammasi boshlanishi, O'zbekiston butun dunyoga nimaga qodirligini ko'rsatib bermoqda. Mana bundan oldingi natijalarni oladigan bo'lsak, Nodirbek ham 3 ta dunyoning eng katta nufuzli musobaqalarida g'alaba qozondi. Bundan oldingi musobaqada Jahon kubogida men g'alaba qozondim. Bu narsa nimani ko'rsatib bermoqda? Bu narsa shuni ko'rsatib bermoqdaki, O'zbekiston hozirgi kunda dunyoning eng kuchli terma jamoalaridan biri, balki terma jamoasidir. Men aytib o'tmoqchiman, bizada hali men shu yilda bo'lib o'tadigan Samarqandda bo'lib o'tadigan Jahon shaxmat olimpiadasi kutib o'tiribdi. Ushbu musobaqa tayyorgarligi uchun hurmatli prezidentimiz bizga hamma shart-sharoitlar yaratib bergan. Bizdan faqatgina albatta g'alaba kutib turibdi va biz bunga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Endi yilning oxirida albatta meni o'zimni matchim ham bo'ladi Buket Kamarachuga qarshi. Bu yurtimiz uchun tarixiy natija. Ikkita yosh ulkan shaxmatchilar bir-biriga qarshi o'ynaydi. Xudo xohlasa shu musobaqa g'alaba qozonib, keyingi matchda Nodirbek Absatarov bilan o'ynayman degan umiddaman.